yangi do'stlar. Shunday qilib Nayzatish maktab degan joyning eshigini qoqdi. Bu yerda o'qiydiganlarni tishiga qarab guruhlarga bo'lishar ekan. Nayzatishni jangchilar guruhiga olishibdi. Ana bo'lmasam Nayzatish jangchi bo'lar ekan-ku, ishchi chumollarga qo'shilib don tashiyman deb yuribdi. Nayzatish kutilmagan yangilikdan sevinib ketibdi. Ahol u chumollarning zo'ri bo'lmoqchi edi-ku, zo'ri bo'lish uchun jangchi bo'lish kerak. Ha, u albatta chumollarning zo'ri bo'ladi. Nayzatish o'quv-xonasiga kirishi bilan bitta chumoliga qarab, "Hey, sen oting nima?" deb so'rabdi bepisandlik bilan. "Boltatish" debdi u tishini ko'rsatib. Bu Nayzatishning muomalasidan jahli chiqibdi-yu, ammo yoshligini hisobga olib o'zini bosibdi. "Mening ismim Nayzatish" debdi qahramonimiz, lekin Boltatishga o'xshab tishini ko'rsatmabdi. Zo'rsan-ku, qani tishingni ham bir ko'raychi, balki yaldayotgandirsan. Senga o'xshagan Nayzatishlisi hali oramizda yo'q. Bu gapni eshitib boshqa o'quvchi chumollar ham uni o'rab olishdi. Nayzatish qanday bo'lishi hammaga qiziq ekan. Shunda Nayzatish hech ikkilanmay, "Tishimni bekordan-bekorga ko'rsatmayman", debdi nafsi hakalak otib. "Voh, buni qaranglar. Xo'p, o'ziga nima so'raysan? Asal deysanmi? So'ragan narsangni qara-yu, uni bizga qornimiz og'rib qolgandagina dori o'rniga berishadi. Xo'p desang, menda ozgina shira bor", debdi Boltatish va do'stlariga ko'zini qisib qo'yibdi. "Shirinmi? Ola, shirin bo'ladi-yu, shirin bo'lmaydimi? Bo'pti, faqat senga ko'rsataman. Boshqalar ham ko'rishni istasa shira bersin. Mana senga shira, og'zingni katta och", debdi Boltatish va uning og'ziga shartta turg'ovich qo'yib qo'yibdi. Nayzatish og'zini ochibdi-yu, yopolmay qolibdi. Boltatish to'planganlarga qarab, "Ana, Nayzatish qanaqa bo'lishini yaxshilab ko'rib olinglar. Bilaman, sizlarda bunga beradigan shira yo'q", debdi. Nayzasining yaltirashini qaranglar, zo'ra, deb uni har yoqdan tomosha qilishdi chumolilar. Nayzatish og'zini yopa olmay bir muddat azob ichida qolibdi. Og'riq jonidan o'tay debdi. Uni bu azobdan Boltatishning o'zi qutqaribdi. "Bu nima qilganing?" deb Boltatishga tashlanibdi Nayzatish. "Bu savolni menga emas, oldin o'zingga ber. Bilib qo'y, sen endi shiraxo'rlik yoshidan o'tgansan. Bu yerni maktab deb qo'yibdilar, tushundingmi?" debdi Boltatish. Keyin, "Hey Qilichtish, jangda nuqul men oldinda boraman deb maqtanar eding. Mana sendan ham oldinda boradigan Nayzatish kelib qo'shildi. Bunisiga nima deysan?" debdi. "Qo'shilgan bo'lsa, menga nima? Qo'shilaversin. Jang taqdirini baribir Qilichtishlar hal qiladi." "Bekor aytibsan", debdi Nayzatish. "Jang taqdirini kuchli ko'plar hal qiladi. Seni hali o'zingni kuchli deb o'ylayapsanmi?" debdi Qilichtish. "Bo'lmasam-chi", deb gerdayibdi Nayzatish. "Jag'ingga bir tushiraymi? Jag'imga tushiraman deb o'zing jag'siz qolmagin yana. To'xtanglar", debdi Boltatish. Nayzatish oramizga endi qo'shildi. "Yangi mehmonni savarlash bilan kutib olsak, yaxshi ish bo'lmaydi. Sen ham Nayzatish kela qol. Haddingdan oshma. Bugun bir-birimizning jag'imizga tushirsak, ertaga dushman bilan kim kurashadi? Bilib qo'yinglar. Jang taqdirini Nayzatish ham, Qilichtish ham hal qilmaydi. Jang taqdirini do'stlik, birodarlik hal qiladi. Biz har doim bir tan, bir jon bo'lishimiz kerak. Sen Nayzatish nima uchun og'zingga turg'ovich tushgani, Qilichtish bilan darrov tikkama-tikka bo'lib qolganing sababini bilasanmi?" "Bilmasam", debdi Nayzatish soddalik bilan. "Odobsizliging uchun", debdi Boltatish. "Men seni ichkariga kirishing bilan kuzatdim. Darsxonamizga bismillohni aytmasdan kirding. Nima, enagalarimiz, tarbiyachilarimiz senga buni o'rgatishmadimi? O'rgatishgan. Bismillohni men faqat ovqat yeganimda aytardim-da." Xonada kulgi ko'tarildi. "Farqi nima? Biz bu joyga qorinni emas, kallani, aqlni to'ydirish uchun kelamiz.
Shunday bo'lgandan keyin bismillohni aytib kirishing kerak edi. Bizni ko'rib assalomu alaykum ham demading. Bizga tinchlik, salomatlik tilamading. Assalom so'zi Allohning ismlaridan biri, tinchlik, xotirjamlik beruvchi degani. Bilib qo'y, uning o'rniga "Hey sen" deb bepisandlik qilding. Birov bilan tanishmoqchi bo'lsang, sizlab gapirishni ham o'rgan, xo'pmi? Yo'l qo'ygan xatolaringni tan olasanmi? Ha, tan olaman debdi Najatish bosh qimirlatib. Meni kechiringlar, yasha, safimizga xush kelibsan. Uning bitta katta xatosi qolib ketdi-ku, Boltatish. Nimaga uni yashiryapsan? deb qilishdi. Bilib qo'y, yashirganing uchun sen ham jazolanasan. Tishini ko'rsatish uchun pora so'raganini aytyapsanmi? Hada, qonunimiz bo'yicha poraxo'rlar darhol boshidan judo qilinadi. Men bu hukmni bajarishga tayyorman deb qilishdi. Men poraxo'r emasman. Menga poraxo'r sigirning sutini ichirib qo'yishgan. Egalarining shunday deyishganini eshitib qolganman, deb xavotirdan ko'zlari ola-kula bo'lib Najatish. Sen qilishdi haqsan debdi Boltatish. Lekin shoshilmaymiz. Ustozni kutamiz. Ular nima desalar shu bo'ladi. Ungacha Najatishga bilmagan ba'zi narsalarini o'rgatib qo'yamiz. Najatish boshsiz qolishi mumkinligini o'ylab dahshatga tushibdi. O'ylab ko'rsa nafsining yomonligi uni oldin qitmirlikka, keyin poraxo'rlikka boshlagan ekan. Poraxo'rlik esa o'lim degani. Buni u qayerdan ham bilsin? Hayotini qayta boshlash imkoni bo'lsa, bu xatolarni qaytarilmasdi. Bu xatolar qaytarilmasdi. Ming afsus, endi orqaga qaytib bo'lmaydi. Chumonlarning zo'ri emas, sho'ri bo'ladimi endi? Egalarining xavotiri bejiz bo'lmagan ekanda.